Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa yoki kvartira ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz nomida rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Men bugun ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin keyin katta muammo jarima, sud, meros talashuvi yoki kvartirani sotolmay qolish holatiga olib keladigan masalalarni tushuntirib beraman. Hozir menda hujjatlar bor, hammasi joyida deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin amaliyotda aynan shunday odamlar eng ko'p qiynaladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot har bir uy egasiga kerak bo'ladi. Oldin odamlar kvartirani asosan bitta qog'ozga qarab meniki deb yurardi. Masalan, oldi sotdi shartnomasi bor, hadya shartnomasi bor, meros guvohnomasi bor yoki eski order bor. Ko'pchilik shu hujjatni uyda sandiqda saqlab 10 yil, 20 yil umuman tekshirmagan. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Ko'chmas mulk bilan bog'liq ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Kadastr, soliq, kommunal xizmatlar, notarial harakatlar, sud qarorlari va taqiqlar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Ya'ni bugun faqat qo'lingizda eski hujjat borligi yetarli emas. Kvartiraning kadastr holati to'g'rimi? Maydoni mos keladimi? Egasi bazada kim bo'lib turibdi? Manzili yangilanganmi? Uyda noqonuniy qayta qurish bo'lmaganmi? Kommunal qarzlar bormi? Soliq majburiyati bajarilganmi? Meros masalasi yopilganmi? Ulushdorlar roziligi bormi? Garov yoki taqiq qo'yilmaganmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Eng yomoni odam bularni faqat kvartirani sotmoqchi bo'lganda, bankka garovga qo'ymoqchi bo'lganda yoki meros rasmiylashtirmoqchi bo'lganda bilib qoladi. Men ko'rgan eng ko'p uchraydigan holat shunday. Odam kvartirani sotishga xaridor topadi, narx kelishiladi, avans olinadi, notariusga boriladi. Notarius tekshirsa, bazada manzil eski, maydon boshqa, uyga taqiq qo'yilgan yoki egalar tarkibi hujjatdagidan farq qiladi. Natijada bitim to'xtaydi. Xaridor ishonchini yo'qotadi, avans qaytarish mojarosi boshlanadi. Ba'zan odamlar o'zaro janjallashib sudgacha boradi. Bularning oldini olish mumkin edi, agar kvartira egasi oldindan tekshirganida. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, kvartira faqat yashash joyi emas. U huquqiy obyekt. Huquqiy obyekt degani uning egasi, chegarasi, maydoni, manzili, ulushi, yuklamasi va majburiyatlari bor. Siz kalitni qo'lingizda ushlab turishingiz mumkin, lekin hujjatlarda muammo bo'lsa, ayrim harakatlarni qila olmaysiz. Sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz, meros qilib rasmiylashtirish qiyinlashadi. Masalan, bir oilani olaylik. Ota 1998 yilda kvartira olgan. Hujjat bor. Oila shu uyda yashab kelgan. Ota vafot etgandan keyin farzandlar kvartirani onaning nomiga o'tkazmoqchi bo'ladi. Shunda ma'lum bo'ladiki, kvartira bo'yicha meros vaqtida ochilmagan. Ayrim farzandlar boshqa davlatda, biri rozi emas, yana birining hujjatlari yangilanmagan. Natijada oddiy rasmiylashtirish bir necha hafta emas, bir necha oyga cho'ziladi. Ba'zan esa yillar davom etadi. Agar ota hayotligida hujjatlarni tartibga keltirib, kimga qanday o'tishini oldindan o'ylaganda oila bunday stressga tushmas edi. Ikkinchi masala kadastr ma'lumotlari. Ko'pchilik kadastrim bor deydi. Lekin savol shuki, undagi ma'lumotlar hozirgi holatga mosmi? Masalan, hujjatda kvartira 6 kvadrat metr deb turibdi. Amalda balkon yopilgan, xona kengaytirilgan, davr olingan, oshxona joyi o'zgargan. Agar bular qonuniy tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa, ko'p qavatli uylarda yuk ko'taruvchi devorlar, umumiy foydalanish joylari, balkon va fasad bilan bog'liq o'zgarishlar juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Real misol, odam 3 xonali kvartirani $75,000 ga sotmoqchi. Xaridor ipoteka orqali olmoqchi bo'ladi, bank baholovchi yuboradi. Baholovchi kvartirada reja bo'yicha bo'lmagan o'zgarishlarni ko'radi. Bank avval hujjatlarni moslang deydi. Hujjatni moslash uchun mutaxassis chaqiriladi, ayrim o'zgarishlarni qonuniylashtirish kerak bo'ladi. Ayrimlarni esa qaytarish talab qilinishi mumkin. Sotuvchi vaqt yo'qotadi. Xaridor boshqa kvartira topadi. Narx tushadi. Bu yerda zarar faqat pul emas, vaqt va asab ham ketadi. Uchinchi masala kommunal qarzlar. Ayrimlar qarz uy egasiga emas, abonentga tegishli deb o'ylaydi. Amalda esa kvartira sotilayotganda xaridor ham, notarius ham, bank ham ko'pincha qarzlar masalasi tekshiradi. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi. Boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlari bo'yicha qarz bo'lsa, bitimda tortishuv paydo bo'ladi. Eng oddiy vaziyat, siz kvartirani sotasiz, xaridor ko'chib kirgandan keyin
3 million so'm eski qarz chiqadi. Xaridor sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz esa bu oldingi ijarachiniki deysiz. Lekin xaridor uchun bu siz sotgan kvartiradan chiqqan muammo. Shuning uchun sotishdan oldin barcha hisoblarni nolga tushirib, ma'lumotnoma yoki kvitansiyalarni saqlash kerak. 4-masala soliq. Ko'chmas mulk solig'i ko'pchilikka mayda ko'rinadi, lekin yig'ilib qolsa jarima va penya qo'shilishi mumkin. Ayrimlar soliq xabarnomasini olmaydi. Telefon raqami bazada eskirgan bo'ladi. Yashash joyi boshqa bo'ladi. Natijada qarzdorlik borligini bilmay yuradi. Keyin birdan karta yoki notarial harakat paytida muammo chiqadi. Men har bir kvartira egasiga yiliga kamida bir marta shaxsiy kabinet, soliq ilovasi yoki soliq organi orqali qarzdorlikni tekshirishni maslahat beraman. 5-masala kvartirada kim ro'yxatda turibdi? Ro'yxatda turish mulk huquqini bermaydi, lekin amaliy hayotda jiddiy noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, siz kvartira sotib oldingiz, lekin oldingi egasining qarindoshi hali ro'yxatdan chiqmagan. Keyin u odamni topish qiyin bo'ladi. Agar u voyaga yetmagan bola bo'lsa, masala yanada ehtiyotkorlik bilan hal qilinadi. Shuning uchun kvartira sotib olayotganda faqat egani emas, ro'yxatda turgan shaxslarni ham tekshirish kerak. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchidan, kvartirasi eski hujjatlar asosida rasmiylashtirilganlar. Ikkinchidan, meros orqali o'tgan, lekin to'liq rasmiylashtirilmagan uylar egalari. Uchinchidan, kvartirasida qayta qurish qilganlar. To'rtinchidan, uyini ijaraga berib, kommunal to'lovlarni ijarachiga ishonib qo'yganlar. Beshinchidan, kvartira bir necha kishining ulushida bo'lgan oilalar. Oltinchidan, qarindoshlar o'rtasida og'zaki kelishuv bilan yashab kelayotganlar. Kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning kvartirangiz yaqinda rasmiy tartibda sotib olingan bo'lsa, kadastr ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, barcha to'lovlar vaqtida qilinayotgan bo'lsa, uyda noqonuniy qayta qurish bo'lmasa, ulushdorlar masalasi aniq bo'lsa, unda sizda katta xavf bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshiruv qilish zarar qilmaydi. Chunki ma'lumotlar bazasida texnik xato bo'lishi, eski qarz noto'g'ri ko'chib o'tishi yoki manzil nomi yangilangandan keyin chalkashlik bo'lishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng birinchi nozik jihat: men uy egasiman, xohlagan ishni qilaman degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Ko'p qavatli uyda sizning kvartirangiz alohida mulk bo'lsa ham, bino konstruksiyasi, tom, yerto'la, kirish yo'lagi, fasad, muhandislik tarmoqlari umumiy manfaatga tegishli. Siz bir devorni olsangiz, pastdagi yoki yuqoridagi qo'shniga ta'sir qilishi mumkin. Siz balkon tashqarisini o'zgartirsangiz, butun binoning ko'rinishi va xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat: ulushli mulk. Agar kvartira er-xotin nomida, ota-ona va farzandlar ulushida yoki bir necha merosxo'rga tegishli bo'lsa, bitta odamning qarori yetarli bo'lmasligi mumkin. Sotish, hadya qilish, garovga qo'yish, ba'zan ijaraga berishda ham boshqa ulushdorlarning roziligi talab qilinadi. Real misol: aka-uka merosdan qolgan 2 xonali kvartirani bo'lisha olmaydi. Aka sotamiz deydi. Uka yo'q, men yashayman deydi. Kvartira $6000 baholangan, lekin kelishuv bo'lmagan uchun sotiladi, normal foydalaniladi. Oxiri sud, baholash, xarajat munosabatlarining buzilishi. Shuning uchun ulushli mulkni og'zaki emas, hujjat bilan tartibga keltirish kerak. 3-nozik jihat: nikoh davrida olingan mulk. Kvartira faqat er yoki xotin nomida bo'lishi mumkin. Lekin agar u nikoh davrida umumiy mablag'ga olingan bo'lsa, ikkinchi turmush o'rtog'ining huquqlari paydo bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar hujjat mening nomimda, demak faqat meniki deb xato qiladi. Keyin ajrim bo'lganda yoki sotish paytida muammo chiqadi. Albatta, har bir holat alohida ko'riladi. Hadya qilinganmi, meros bo'lganmi, nikohdan oldin olinganmi, umumiy pulga ta'mir qilinganmi? Bularning hammasi ahamiyatli. 4-nozik jihat: voyaga yetmagan bolalar. Agar kvartirada bolaning ulushi bo'lsa yoki u yerda bolaning yashash huquqi bilan bog'liq holat bo'lsa, bunday mulk bilan bitim qilishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Davlat organlari bolaning manfaatlari buzilmasligini tekshirishi mumkin. Masalan, ota-ona kvartirani sotib, pulni boshqa maqsadga ishlatmoqchi bo'lsa, bolaning ulushi yo'qolib ketmasligi kerak. Bu masalada oilamiz ichida o'zimiz bilamiz degan yondashuv keyinchalik bitim bekor qilinishigacha olib borishi mumkin. 5-nozik jihat: garov va taqiq. Kvartira bank kreditiga garovga qo'yilgan bo'lishi.
sud ijrochisi tomonidan taqiq qo'yilgan bo'lishi aliment, qarz, kredit yoki boshqa majburiyatlar sababli cheklovda turishi mumkin. Ba'zan egasi buni biladi, ba'zan bilmaydi. Masalan, qarzdorlik bo'yicha sud qarori chiqadi, ijro ishi ochiladi, mulkka taqiq qo'yiladi. Egasi kvartirani sotmoqchi bo'lganda bilib qoladi. Shuning uchun yirik bitimdan oldin faqat kadastr emas, cheklovlar bor yo'qligini ham tekshirish zarur. 6-nozik shart, ishonchnoma orqali bitimlar. Kimdir kvartirani sotish yoki boshqarish uchun qarindoshiga ishonchnoma beradi. Lekin ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi bekor qilingan-qilinmagani juda muhim. Agar siz xaridor bo'lsangiz, ishonchnoma bilan sotilayotgan kvartirada 2 karra ehtiyot bo'lishingiz kerak. Egasi tirikmi, rozi ekanini biladimi? Ishonchnoma haqiqatan amal qiladimi? Unda sotish huquqi aniq yozilganmi? Pulni olish vakolati bormi? Bularni tekshirmasdan pul berish xavfli. 7-nozik jihat, ijarachilar. Kvartirani ijaraga berish yaxshi daromad manbai bo'lishi mumkin, lekin og'zaki kelishuv bilan berish ko'pincha muammoga olib keladi. Ijarachi kommunal to'lamaydi, qo'shnilar bilan janjallashadi, uyga zarar yetkazadi, vaqtida chiqmaydi. Agar shartnoma bo'lmasa, isbot qilish qiyinlashadi. Men har doim ijara shartnomasida to'lov sanasi, depozit, kommunal to'lovlar, uy jihozlari ro'yxati, zarar uchun javobgarlik, chiqib ketish muddati aniq yozilishini tavsiya qilaman. 8-nozik jihat, qo'shnilar bilan bog'liq masalalar. Sizning kvartirangiz ichidagi muammo ba'zan qo'shniga zarar yetkazadi. Masalan, suv quvuri yorilib, pastdagi kvartirani suv bosdi. Agar sizda eski quvurlar bo'lsa, ta'mir vaqtida ustalar noto'g'ri ulagan bo'lsa yoki ijarachi ehtiyotsizlik qilgan bo'lsa, zarar sizdan undirilishi mumkin. Shu sababli kvartira egasi sifatida muhandislik tarmoqlarini vaqti bilan tekshirtirish ham moliyaviy himoya hisoblanadi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Hujjatlaringizni yig'ing. Sizda mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Sizda mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori yoki boshqa asosiy hujjat. Bundan tashqari kadastr hujjati, texnik pasport, agar bo'lsa, bank garovi bo'yicha hujjatlar, kommunal to'lov kvitansiyalari, soliq to'lovlari, ijara shartnomalari. Ulushdorlar roziligi bilan bog'liq hujjatlarni alohida papkaga soling. Hujjatlarni faqat qog'ozda emas, skaner yoki sifatli rasm ko'rinishda elektron saqlang. 2-qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Manzil to'g'rimi? Egasi to'g'rimi? Maydon to'g'rimi? Xonalar soni mosmi? Taqiq yoki cheklov ko'rinmayaptimi? Shularni aniqlang. Agar hujjatdagi maydon bilan amaldagi holat farq qilsa, mutaxassis bilan maslahat qiling. O'zboshimchalik bilan keyin bir gap bo'lar deb yurish yaramaydi. Ayniqsa sotishdan oldin buni oxirgi haftaga qoldirmang. Kamida 1-2 oy oldin tekshirgan yaxshi. 3-qadam, kommunal hisoblarni tozalang. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, isitish, chiqindi, dom boshqaruvi yoki shirkat to'lovlarini alohida tekshiring. Har bir xizmat bo'yicha abonent raqamini yozib qo'ying. Agar qarz chiqsa, kimniki ekanini aniqlang. To'lang yoki dalil bilan tuzating. Agar kvartirani ijaraga bergan bo'lsangiz, ijarachi bilan oyma-oy hisob-kitob qiling. Yil oxirida ko'ramiz degan yondashuv ko'pincha katta qarzga olib keladi. 4-qadam. Soliq holatini tekshiring. Mulk solig'i bo'yicha qarz yo'qligini aniqlang. Agar xatolik bo'lsa, soliq organiga murojaat qiling. Murojaatda mulk manzili, kadastr raqami, pasport ma'lumotlari, telefon raqami va muammoni aniq yozing. Masalan, mening nomimdagi kvartira bo'yicha soliq qarzdorligi noto'g'ri hisoblangan deb hisoblayman. Qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Har doim murojaat nusxasini va javobini saqlang. 5-qadam. Ro'yxatda turgan shaxslarni tekshiring. Agar kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor bilan kelishishdan oldin bu masalani hal qiling. Kimdir vaqtincha yoki doimiy ro'yxatda qolgan bo'lsa, uni chiqarish tartibini aniqlang. Agar u odam topilmasa, masala murakkablashishi mumkin. Shuning uchun bitim kun emas oldindan harakat qiling. 6-qadam, qayta qurish bo'lgan bo'lsa, uni baholang. Siz devor olganmisiz? Oshxonani boshqa joyga ko'chirganmisiz? Balkon yopganmisiz? Sanuzelni kengaytirganmisiz? Umumiy yo'lakdan joy qo'shib olganmisiz? Bularni ro'yxat qiling. Keyin kadastr yoki tegishli mutaxassis bilan qonuniylashtirish mumkinmi, yo'qmi bilib oling. Agar o'zgarish xavfsizlikka zid bo'lsa, uni saqlab qolishga urinish yanada katta muammo tug'dirishi mumkin. 7-qadam. Meros va oilaviy masalalarni kechiktirmang.
Agar kvartira ota-onangiz nomida bo'lsa, ular keksaygan bo'lsa, oilada bir nechta farzand bo'lsa, bu mavzuni odob bilan, lekin ochiq muhokama qiling. Vasiyatnoma kerakmi? Hadya qilish kerakmi? Ulushlarni aniqlash kerakmi? Buni notarius yoki yurist bilan maslahatlashgan holda hal qiling. Bu gaplar yoqimsiz tuyulishi mumkin. Lekin keyin aka-uka, opa-singillar bir-biri bilan yillab gaplashmay qo'yishidan ko'ra, oldindan tartib bo'lgani yaxshi. 8-qadam ijara bo'lsa, shartnoma qiling. Shartnomada ijarachining pasport ma'lumotlari, qancha muddatga kirgani, oylik to'lov, depozit, kommunal to'lov kimning zimmasida ekani, mebel va texnika ro'yxati, uyga zarar yetkazilsa nima bo'lishi, muddatidan oldin chiqish tartibi yozilsin. Pulni imkon qadar tasdiqlanadigan yo'l bilan oling yoki hech bo'lmasa yozma tilxat qiling. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. 9-qadam kvartira sotib olayotgan bo'lsangiz, faqat narxga uchmang. Narx bozor narxidan ancha past bo'lsa sababi bo'ladi. Ehtimol hujjatida muammo bor, egalar kelishmagan, qarz bor, uyda taqiq bor, qo'shnilar bilan sudlashuv bor yoki bino holati yomon. Sotib olishdan oldin kadastr, egasi ulushdorlar, ro'yxatda turganlar, kommunal qarzlar, soliq qayta qurish, garov va taqiq masalalarini tekshiring. Pulni qo'lga berishdan oldin notarial tartib va xavfsiz hisob-kitob haqida o'ylang. 10-qadam, har yili bir marta kvartira tekshiruvi qiling. Bu xuddi mashinani texnik ko'rikdan o'tkazishga o'xshaydi. Bir kun vaqt ajrating, barcha to'lovlarni tekshiring, hujjatlarni ko'ring, quvurlar, elektr simlari, gaz uskunalari, hisoblagichlar holatini nazorat qiling. Qo'shnilar yoki boshqaruv kompaniyasi bilan qarzdorlik yoki da'vo yo'qligini aniqlang. Shu oddiy odat sizni katta xarajatdan asrashi mumkin. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Kvartiraga ega bo'lish faqat kalit va hujjat saqlash emas, bu doimiy nazorat talab qiladigan mas'uliyat. Kadastr, soliq, kommunal to'lovlar, meros, ulush, qayta qurish, ro'yxat, garov va taqiqlarni vaqtida tekshirsangiz, keyingi muammolarning katta qismini oldindan to'xtatasiz. Agar hozir hammasi tinch bo'lsa, aynan shu payt tekshirish eng to'g'ri vaqt. Chunki muammo chiqqandan keyin vaqt ham, pul ham ko'proq ketadi. Sizdan so'rayman, o'z kvartirangiz hujjatlarini oxirgi marta qachon tekshirgansiz? Kadastr, soliq yoki kommunal qarz bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni odam muammo chiqqandan keyin emas, muammo chiqmasdan oldin bilish kerak.